xristian dunyosida bu falsafa juda mashhur. Barabbas falsafasi. Yaxshilab eshitib turing. Iso alayhissalom haqlarida Injil o'sha yahudiylarning chaquvi bilan qani pilotmi degan anaqa bo'lgan-a, Rimni Sezari podshosi. O'shanga chaqishgan. Iso yomon odam, buzg'unchi odam, xalqning ichida noto'g'ri fikrlarni tarqatyapti, buni qama deb qamattirishgan va o'limga hukm qildirishlik uchun o'sha pilotni qo'li bilan o'ldirishga harakat qilishgan. Bu Injil versiyasi. Bu yerda bizga falsafasi kerak. Eshitib turing. Fani pilotmi-da? Bu Iso alayhissalom bilan o'tirib gaplashib ko'radi. Gaplashib ko'radiki, bu odam yomon odam emas. Lekin yahudiylar o'ta fitnakor bo'lganligi uchun, xalqni unga qarshi qo'zg'ab orishligi xavfi bo'lganligi uchun ularni gapini ham voz kecha olmaydi. Gaplashib ko'radi, Iso yaxshi odam. O'ldirish kerak, o'ldirsa noto'g'ri bo'ladi. Nima qilaman deydi-da, bir yilda bir marta bayram kuni ikkita o'ta qattiq jinoyatchini xalqning oldiga olib chiqib, shu jinoyatchilardan qaysi birini ozod qilib yuborayin deb xalqdan so'raydi. Demokratik saylov. Shunaqa usuli bo'ladi bayramda. Mana shu usuldan foydalanib Isoni ozod qilib yuboraman deb o'ylaydi Sezar. Ya'ni Rim imperatori. Va butun xalq xaloyiq ichida ma'lum bo'lgan fohisha, haromi, birovlarni moliga tajovuz qilgan, qotil, o'g'ri, nimaiki jinoyat bo'lsa hammasini sodir qilgan, nimaiki qonun bo'lsa qonunga qarshi yurgan Barabbas degan odamni tanlaydi. Maqsad nima? Xalq Barabbasning kimligini biladi-yu, ha? Iso bilan buni qo'ysam Barabbasni emas, Isoni ozod qilib yuboradi degan reja qiladi. Imperator. Bu reja bo'yicha bayram kuni Barabbas bilan Iso alayhissalomni ko'chaga olib chiqishadi. Xalqqa aytadiki, tanlanglar. Mana bu fohisha. Mana bu zinokor. Mana bu o'g'ri, qotil. Falon, piston. Barabbasni qo'yib yuboraymi? Isoni qo'yib yuboraymi deydi. O'qinglar Barabbas falsafasini. Xalq Barabbasni tanlaydi. Barabbas qo'yib yubordi deyishadi. Bu falsafani nima uchun o'rganib ko'rib qo'yishimiz kerak? Tanlovlarda bugun propaganda quroli kimning qo'lida bo'lsa, o'shaning o'yiniga o'ynab qo'ymaslik uchun Barabbas falsafasini bilishingiz kerak. Bilishimiz kerak. Hammamiz bilishimiz kerak.